Assalomu alaykum, hurmatli do'stlar. Andijon viloyat majburiy ijro byurodamiz. Bugun 17-aprel, muborak juma kuni. Bugun tartib bo'yicha majburiy ijro byurosi Andijon viloyat boshqarma boshlig'ini qabul kuni. Soat 10:00 dan 17:00 ga do'g'ir. Hozir soat 15:10 da qabulga kirib ro'yxatga olinglar deb iltimos qildim. Boshqarma boshlig'i qabuliga dedi. Yo'q deyishmadi. Qabul ro'yxatga kirdi. Lekin boshqarma boshlig'i yo'q ekan. Boshqarma boshlig'i yo'q bo'lsa nimaga aytishmaydi? Bir yarim soatchadan oshiqroq vaqt kutdik. Keyin bilmadim. Oddiy fuqaro formasida bitta aka qabul qiladi dedi. Kim deb so'rasam, majburiy ijro byurosi boshqarma boshlig'i o'rinbosari dedi. Yo'q, men aynan bugun jumaligini bilib, boshqarma boshlig'i qabulligini bilib keldim. Shuning uchun dedim, boshqarma boshlig'i qanaqadir ish bilan tashqarida ekan. Juma kuni qabul bo'lsa, nega fuqarolar kelganda boshqarma boshlig'i yo'q demaydi. Qabul ro'yxatga olib, fuqarolarni shuncha vaqt kuttirmasdan. Ashi muammo. 18-16 mart kunlari yozma ravishda ariza berganman majburiy ijro byurosi boshqarma boshlig'i nomiga. Arizam ko'rib chiqilmabdi, javob xati kelmabdi. Men keldim. Shu arizamdan murojaatidan beringlar, javob bergan bo'lsanglar deb berdi. Boshqa manzilga jo'natishgan ekan. Adashibmi, tasodifmi bilmayman lekin. Oldik. Yana shu majburiy ijro byurosiga rahmat aytamiz. Bu nima uchun aynan fuqarolarning murojaatlariga bunchalik bepisandlik bo'ladi? Chunki javobgarlik yo'q. Daxlsiz shaxslar bo'lib qolyapti Andijon viloyatidagi rahbarlar. Shuning uchun daxlsizlik bo'lgani uchun ham birontasiga chora ko'rilmayapti. Chora ko'rilmagandan keyin o'z-o'zidan nima bo'ladi? Oddiy qora xalq javobgar bo'laveradi bu yerda. Murojaat ko'rilmaydi, otangga bor, onangga bor, aqqa bor, baqa bor. Qabul kuni kelsa rahbar yo'q bo'ladi. Boshqa kuni kelsa qabul qilinmaydi. Juma qabul kuni bugun 17 soat 10:00 dan 17:00 ga rahbar yo'q ekan. Nima qilib, qanaqa qilibdi bilmadi. Iltimos qilamiz, biz qora xalqda ham bir eshitinglar, murojaatimizni qonuniy ko'rib chiqinglar. Siz qachon desanglar biz kelamiz. Faqat Andijon viloyat prokuraturasiga o'xshab 2 soat kuttirmasanglar bo'ldi. Kechasi 7 da chaqirib olib, 10-11 ga o'tirmasak bo'ldi. Shuning uchun iltimos qilamiz hammanglardan. Biz oddiy qora xalqmiz, sizlarga faqat murojaat qilamiz. Murojaatimga javob bermasa yana murojaat qilinyapti. Murojaatga javob bermasa nimaga men murojaat qilaman qaytadan baraka topib ko'r. Shuni so'ramoqchiman, nima uchun murojaatimga javob bermadinglar deb. Shuning uchun hurmatli Andijon viloyat majburiy ijro byurosi boshqarma boshlig'i, vaqtingiz bo'lsa bizni qora xalqdan bir eshiting. Murojaatimizga qonuniy javob beringlar, ko'rib chiqinglar. Rahmat katta hammaga e'tibor uchun.